Merab Delashvili birinchi jangida Pyotr Yanning eng katta xatosini batafsil tarzda tushuntirib berdi. 2023-yilda oktagonda eng yengil vazn toifasida UFC chempioni Merab Delashvili va Pyotr Yan 8 burchakda o'zaro to'qnash kelishgan. Pyotr Yan jangda agressiv ko'rinmadi. Shu tarzda hakamlar qarori bilan mag'lub bo'lgan edi. To'g'risini aytsam, men birinchi jangimda asabiylashdim va qattiq stressga tushdim. Bu menga Pyotr Yanga qarshi kurashimda yanada ko'p agressiya qo'shildi. Hozir men o'zimni ancha tetik va o'zimga ishonchim ortgan. Lekin bundan-da qulay bo'lishini xohlayman. Chunki Pyotr Yan xatolarni tuzatishiga ishonaman. Uning eng katta xatosi bu. Birinchi jangda menga hurmat ko'rsatmagan edi. O'sha payt menga qarshi hech narsa qila olmaydi deb katta ketgan edi. Bu uning eng katta xatosi edi. U meni hurmat qilmadi va men o'sha jangda nima qilish kerak bo'lsa, shuni qildim. Ishonamanki, bu xatosini shu jangimizda tuzatadi. Shuning uchun ham men yanada yaxshilanishim kerak, dedi Merab Delashvili. Azizlarim, qisqa lekin kuchli motivatsiyaga to'la videom yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang.